O'zbekiston kolxoz va sovxozlarining ilg'or kishilari 1942-yilning harbiy xo'jalik vazifalarini muzokara qildi. Shu masala yuzasidan Toshkent oblast ijroiya komitetining raisi o'rtoq Ibrohim Rahmatov taklif qildi. O'zbekiston Kommunist Bolsheviklar partiyasi markaziy komitetining sekretari o'rtoq Usmon Yusupov Molotov nomidagi Toshkent kanalining shimoliy tarmog'ini qurish haqida hukumatning chiqargan qarori bilan kengashni tanishtirdi. O'zbekiston kolxozlari mamlakatga 3 barobar ortiq g'alla, minglarcha tonna qo'shimcha paxta, qand lavlagisi, sabzavot berish haqida qaror qabul qildilar. Front oldi rayonlaridan ko'chirilib keltirilgan ota-onasiz bolalarni joylar bilan ta'min qilishda Maksim Gorkining xotini Yekaterina Pavlovna Peshkova ham yozuvchi Korney Ivanovich Chukovskilar qizg'in muhabbat va katta g'amxo'rlik bilan ishtirok etmoqdalar. Har kuni o'nlab vatanparvarlar bolalarni o'z tarbiyalariga olmoqdalar. Ota-onasiz qolgan bolalarga xalqimizning muhabbati behad buyukdir. Bu sexni front sexi deb ataydilar. Bu yerda Qizil armiya uchun oziq-ovqat tayyorlanadi. Vatan uchun urushayotgan jangchining xotini Staxanovchi Kristianikova ixlos va muhabbat bilan suxari joylamoqda. Kristianikova 2 norma bajaradi. Qorda ham, yomg'irda ham, sovuqda ham Stalin lochinlari dushmanni bombardimon qilish uchun parvoz etadilar. Chuchi Nazarov 100 dan ortiq jangovar uchishga egadir.